Shogir, bizning yutug'imiz nimaga bilasanmi? Ko'li gul suvarishligimizdadir. Bizning yutug'imiz qishloqqa yagona suvarishlik ekanligimizda. Tushundingmi? Ko'l gulmasdi. Usta, mana qaramam suvarga uring qani. Zakonni bilibdi nima? Shoshmay tekshiramiz. Zakon ochilmayapti. Ha. Aka, bu darvoza ochilishi kerak edimi deyman-da lekin. Aka bekor qilyapsiz. Bekor bu gapni qilyapsiz. Yig'ishtir svarkan hammasini yig'ishtir. Aka, biz uni istehzo qilish kerak emas. Ishimiz ana shu. Yig'ishtir dedim. Yuring. Ketdik. Usta qanaqa ketib chaqchaq? Shashlik qachon keladi? Gap yo'q, shashlik kelyapti o'zi. G'ijdondan kelyapti shashlik. Lekin darvoza qachon bitadi? Ya usta. Iloyim. Qo'ying-da. Iloy. Ana shu kerak edimi sizga usta? Ne ayting? Allohu akbar. Boshqa usta toping. Otamizga bermoqchi emas. Sen otang deyona bo'lgan, haymi? Qishloqqa bitta svarshikka ham odam qizini bermadimi? Ne odamlar zo'r bizga, ya? Endi siz yagona emas, qishloqqa yangi svarchib kelgan. Yangi svarshik? Usta, bular darvoza ham qilaykan, ha? Biz nima qilaylik? Bular faqat zakaz olaylik-ku. Darvoza qilmagan bo'lsak. Ha? Hey! Ay, bet. Aka temir bo'yicha любой bir ish qilamiz. Darvoza, eshik, kachelo, kravat, reshotka, hamma xizmatlarimiz bu temirdan. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Nomerlarimiz 94lik 178 0006. Shuncha kelitdim, noling chidadim. Muhabbatim no'ganing ichida yo'mayman men qasab tursa. Muncha ustalading. Mana mashiraman. Siz kim usta dedim, men o'zim ustozim deyman. Haqiqiy ustozim bu. Muhabbatim bilan klientlarga chidayman, shogirdga chidayolmayman. Beraki deyman.